Tergov organiga, misol uchun ichki ishlar bo'limi yoki prokuraturaga chaqirilganda quyidagi harakatlarni amalga oshirmasangiz, bu o'zingizga nisbatan og'ir vaziyatlarni tug'dirishi mumkin. Sizni albatta tergov organiga chaqirishganda siz bilan bir piyola choy ichish uchun yoki shunchaki suhbat qilish uchun, suhbatingizni olish uchun chaqirishmaydi. Shu sababli hozirda aytib o'tadigan maslahatlarga amal qilishingiz kerak. Birinchisi, eng avvalo sizni chaqirilayotgan shu tergov organiga telefon orqali chaqirishsa bormang. Ya'ni chaqiruvni o'zini belgilangan shakllari bor. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 97-moddasiga muvofiq chaqiruv qanday tarzda amalga oshirilishi kerakligi aniq belgilangan. Buni birinchisi chaqiruv qog'ozi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni sizga chaqiruv qog'ozi yuborilishi kerak va telegramma, telefaks yoki telefonogramma orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ikkinchisi, sizni aynan tergov organi kim sifatida chaqirilayotganiga aniqlik kiriting. Ya'ni guvohmi yoki gumonlanuvchimi, qanday shaxs sifatida chaqirishyapti, shuni bilishingiz kerak. Uchinchisi, tergov organiga borayotganingizda albatta malakali advokat bilan birga boring. To'rtinchisi, maslahatim, tergov organiga boradigan bo'lsangiz, telefon bilan bormang. Telefonni albatta uyda qoldiring va 5-maslahat, tergov organida berilayotgan savollarga aniq javob bering. Hech qachon yolg'on ma'lumotni bermang. Bu o'zingizga nisbatan qarshi ishlatilishi mumkin. Keyingisi, tergov organi tomonidan sizga taqdim etilayotgan hujjatlarni imzolashdan avval yaxshilab tanishib chiqing. Ya'ni sizga berilayotgan har bitta hujjatni imzolashga majbur emassiz. Ushbu hujjatlar bilan aniq tanishib, xolis bo'lgan vaziyatda imzolashingiz mumkin. Va oxirgi maslahatim, siz sukut saqlash huquqiga egasiz. Ya'ni ortiqcha qo'pol aytadigan bo'lsam, bo'lar bo'lmas gaplarni aytsangiz, bu keyinchalik o'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin.